Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Telefoningizda ayrim ilovalar, ruxsatlar yoki shubhali xabarlar bo'lsa, pensiya pulingiz. Nafaqa pulingiz yoki bank kartangizdagi mablag'ingiz xavf ostida qolishi mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun aytilayotgani yo'q. Bu bugun ko'plab odamlar duch kelayotgan real muammo. Ayniqsa pensiya oladigan ota-onalarimiz. Yolg'iz yashaydigan keksalar, telefon ishlatishda qiynaladigan insonlar bunday firibgarlarga tezroq ishonib qolishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Telefoningizni tekshiring va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yetkazing. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar har bir oilaga kerak bo'lib qolmoqda. Avvallari pensiya olish jarayoni ancha sodda edi. Odamlar pensiyasini pochta orqali, mahalla yoki bank kassasi orqali, keyinchalik esa bank kartasi orqali olardi. Pulni olish uchun odamning o'zi borardi, hujjatini ko'rsatardi. Imzo qo'yardi yoki kartasidan bankomat orqali naqd pul yechib olardi. Firibgarlik bo'lsa ham ko'pincha u yuzma-yuz sodir bo'lardi. Kimdir o'zini xodim deb tanishtirardi, hujjat so'rardi, aldab pul olardi. Hozir vaziyat o'zgardi. Pensiya va nafaqa pullari ko'p hollarda bank kartasiga tushadi. Bank kartasi esa telefonga bog'langan bo'ladi. SMS kod telefonga keladi. Bank ilovasi telefonda turadi. Telegram, WhatsApp, Click, Payme, bank mobil ilovasi, davlat xizmatlari ilovalari, elektron raqamli imzo, shaxsiy kabinetlar hammasi telefon orqali ishlaydi. Demak, telefon endi oddiy aloqa vositasi emas, u odamning hamyoniga, bankiga, hujjatiga va shaxsiy ma'lumotlariga kirish eshigiga aylangan. Shu yerda eng katta xavf paydo bo'ladi. Firibgar odamning pensiyasini davlat idorasi orqali olib qo'ymaydi. Ko'p holatda ular odamni aldab, uning telefoniga kiradi. SMS kodini oladi. Bank ilovasiga kiradi yoki kartasidagi pulni boshqa hisobga o'tkazadi. Ba'zan esa odamning nomiga mikroqarz rasmiylashtirishga urinadi. Keyin odam pensiyamni olib qo'yishdi. Kartamdan pul yo'qoldi. Men olmagan kredit chiqib qoldi deb qoladi. Aslida muammo ko'pincha telefondagi xavfli ilova, berilgan noto'g'ri ruxsat, firibgarga aytilgan kod yoki soxta havola orqali boshlanadi. Men birinchi navbatda shuni aniq aytaman. Telefoningizda shubhali ilova borligi uchun davlat avtomatik tarzda pensiyangizni bekor qilib qo'ymaydi. Pensiya qonun asosida tayinlanadi va uni to'xtatish uchun alohida tartiblar bor. Lekin telefoningizda xavfli narsalar bo'lsa, pensiya tushadigan kartangizdagi pulni firibgarlar yechib olishi, boshqa kartaga o'tkazishi yoki sizning nomingizdan moliyaviy amallar qilishi mumkin. Oddiy odam uchun natija bir xil ko'rinadi. Pensiya tushdi, lekin pul yo'q. Eng xavfli holatlardan biri masofadan boshqarish ilovalari. Masalan, kimdir sizga telefon qilib, men bankdanman, men pensiya jamg'armasidanman, sizning kartangiz blok bo'lyapti. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun tekshirish kerak deydi. Keyin AnyDesk, TeamViewer, RusDesk, AirDroid yoki shunga o'xshash masofadan kirish ilovasini o'rnatishni so'raydi. Odam ilovani o'rnatadi, ekrandagi kodni aytadi, ruxsat beradi. Shundan keyin firibgar sizning telefoningiz ekranini ko'ra boshlaydi. Agar siz bank ilovasiga kirsangiz, u parolni ko'rishi mumkin. SMS kod kelsa, ekranda ko'radi. Kartangizdagi pulni o'tkazishga urinadi. Siz esa telefon o'zi ishlayotgandek bo'lib qolganini ko'rasiz. Masalan, 18 yoshli pensioner ayolga qo'ng'iroq bo'ladi. Unga pensiya kartangiz yangilanmoqda, eski karta orqali pul tushmay qoladi deyishadi. Ayol ishonadi. Undan telefoniga bitta ilova o'rnatish so'raladi. Firibgar bu faqat tekshiruv uchun deydi. Ayol ilovani o'rnatib ruxsat beradi. Keyin bank ilovasiga kiradi. Kartada 1.200.000 so'm pensiya bo'ladi. Firibgar SMS kodni ko'rib, pulni bir necha daqiqada boshqa kartaga o'tkazadi. Ayol bankka borganda pul allaqachon yechib olingan bo'ladi. Bu yerda hech kim uning pensiyasini rasmiy to'xtatmagan. Lekin telefon orqali pul o'g'irlangan. Ikkinchi xavfli narsa soxta havolalar. Telegram yoki SMS orqali pensiyangiz qayta hisoblandi, qo'shimcha to'lov olasiz, kompensatsiya puli chiqdi, kartangizni tasdiqlang, davlatdan yordam puli degan xabar keladi. Ichida havola bo'ladi. Havolani bossangiz, davlat saytiga o'xshagan sahifa ochiladi. U yerda ism, familiya, karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod so'raladi. Ko'pchilik davlat yordami ekan deb o'ylab ma'lumotlarini kiritadi. Lekin rasmiy tashkilotlar hech qachon SMS kodni so'ramaydi. Bank ham, pensiya idorasi ham, soliq idorasi ham. Mahalla ham sizdan telefon orqali
SMS kodini aytishni talab qilmaydi. Uchinchi xavfli holat telefon ichidagi zararli ilovalar. Ba'zi ilovalar bepul kino ko'rish, qo'shiq yuklab olish, telefonni tezlashtirish, virusni tozalash. Pul ishlash, bonus olish, kredit chiqarish nomi bilan tarqaladi. Ular o'rnatilganda kontaktlarga SMSga ekranni yozib olishga, bildirishnomalarni o'qishga ruxsat so'raydi. Odam ruxsat beradi. Chunki ilova ishlashi uchun kerak deb o'ylaydi. Aslida esa bunday ilova SMS kodlarini o'qishi, bank xabarlarini ko'rishi, telefon raqamlarini yig'ishi yoki shaxsiy ma'lumotlarni yuborishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya va nafaqa oladigan keksalar xavf ostida. Chunki ular ko'pincha telefon sozlamani yaxshi bilmaydi. Ilova nima ruxsat so'rayotganini o'qib o'tirmaydi. Rasmiy sayt bilan soxta saytni ajratishda qiynaladi. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. Ular o'zini juda ishonchli tutadi. Rasmiy ohangda gapiradi. Hozir qilmasangiz pensiyangiz to'xtaydi deb shoshiltiradi. Ikkinchi guruh. Kartasini farzandlariga yoki tanishlariga berib qo'yganlari. Masalan, pensionerning kartasi o'g'lining telefondagi bank ilovasiga ulangan bo'lishi mumkin. O'g'il yoki nabira telefoniga o'yin, noma'lum ilova, VPN, soxta mod, buzilgan dastur o'rnatadi. Natijada faqat o'sha telefon emas, unga ulangan karta ham xavfga tushadi. Pensioner men hech narsa qilmaganman deydi. Lekin karta boshqa birovning telefonida ishlatilgani uchun pul u yerdan ketgan bo'ladi. Uchinchi guruh mikroqarz va onlayn xizmatlardan ko'p foydalanadiganlar. Ba'zi odamlar tez pul kerak bo'lganda telefon orqali kredit yoki qarz olish sahifalariga kiradi. Rasmiy moliya tashkilotlari bor, lekin firibgar soxta saytlar ham juda ko'p. Ular pasport rasmi, yuzni tasdiqlash videosi, karta ma'lumotlari, telefon raqami, SMS kod so'raydi. Agar odam bularni noto'g'ri joyga yuborsa, keyin uning nomidan boshqa amallar qilinishi mumkin. Pensiya tushganida esa qarzdorlik, undirish yoki bankdagi avtomatik yechimlar sabab pul kamayib qolishi ehtimoli paydo bo'ladi. Agar siz telefoningizga faqat rasmiy ilovalar do'kondan ilova o'rnatsangiz, hech kimga SMS kod aytmasangiz, bank kartangiz ma'lumotlarni begona saytlarga kiritmasangiz, masofadan boshqarish ilovalarini ishlatmasangiz va telefoningizni doim parol bilan himoya qilsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman deb butunlay beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki firibgarlar har kuni yangi usul o'ylab topadi. Shuningdek, telefoningizda bank ilovasi borligi o'zi xavf emas. Klik, payme yoki bank ilovalari rasmiy manbadan o'rnatilgan bo'lsa, parol va biometrik himoya to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, ular kundalik hayotni yengillashtiradi. Xavf ilovaning borligida emas, balki parolni boshqalarga aytishda, SMS kodni berishda, soxta havolaga kirishda yoki telefonni begona odamga masofadan boshqartirishda. Endi juda muhim nuqtani tushuntiraman. Pensiya qonuniy asosda tayinlangan bo'lsa, uni telefoningizda qandaydir ilova bor deb rasmiy idora birdaniga olib qo'ymaydi. Pensiya to'xtashi yoki kamayishi uchun odatda aniq sabablar bo'ladi. Masalan, hujjatlarda noto'g'ri ma'lumot aniqlansa, shaxs vafot etgan deb qayd qilinsa, chet elga doimiy yashashga chiqish bilan bog'liq tartiblar bo'lsa, ortiqcha to'lov aniqlansa yoki sud ijro hujjatlari asosida ushlab qolish bo'lsa, alohida tartiblar qo'llanadi. Bu masalalar telefon ichidagi oddiy ilova bilan emas, huquqiy hujjatlar bilan bog'liq. Lekin mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Masalan, odamning pensiyasi kartaga tushadi, lekin kartadan avtomatik tarzda qarz, kredit, aliment, jarima yoki boshqa majburiy to'lov yechiladi. Odam pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida bank yoki ijro organlari qonuniy asosda ushlab qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda telefondagi ilovani o'chirish muammoni hal qilmaydi. Bankdan hisobvaraq ko'chirmasi, MIB yoki tegishli tashkilotdan qarzdorlik haqida ma'lumot olish kerak bo'ladi. Yana bir nozik holat bor. Ba'zi firibgarlar pensiyangiz to'xtamasligi uchun biometrik tasdiqdan o'ting deb video qo'ng'iroq qiladi. Odamga pasportni ko'rsatishni, yuzini kameraga tutishni, biror gapni takrorlashni aytadi. Bularning hammasi keyinchalik shaxsni tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin. Rasmiy tashkilotlar shaxsiy ma'lumot bilan ishlaganda aniq tartibga ega bo'ladi. Odatda sizni noma'lum Telegram akkaunti yoki oddiy telefon raqami orqali shoshiltirib, pasportingizni ko'rsatishni talab qilmaydi. Firibgarlarning yana bir usuli yordam beraman degan niqob. Masalan, mahallada kimdir pensiya qo'shimchasini chiqarib beraman, subsidiya rasmiylashtirib beraman, kartangizni tekshirib beraman deb telefonni qo'lga oladi. Pensioner telefonini beradi.
U odam bank ilovasiga kirib ko'radi. SMS kod keladi. Kodni kiritadi. Ba'zan pensioner o'zi tushunmay qoladi. Keyin pul yechilganini ko'radi. Shuning uchun telefonni hatto tanishga ham ehtiyotkorlik bilan berish kerak. Yordam kerak bo'lsa, farzandingiz, ishonchli yaqin qarindoshingiz yoki rasmiy idora xodimi bilan birga bajaring. Endi amaliy qismiga o'tamiz. Men hozir har bir tomoshabinga telefonni qo'lga olib, birma-bir tekshirishni maslahat beraman. Birinchi qadam, o'rnatilgan ilovalar ro'yxatini oching. Android telefonda sozlamalarga kiring, ilovalar bo'limini toping. iPhone'da esa sozlamalar orqali ilovalarni ko'rib chiqing. Siz tanimaydigan, qachon o'rnatilganini bilmaydigan, nomi g'alati bo'lgan ilovalarni tekshiring. Ayniqsa masofadan boshqarish ilovalari, noma'lum cleaner, booster, bonus, cache, loan. Appik orqali o'rnatilgan dasturlar bo'lsa juda ehtiyot bo'ling. Ikkinchi qadam, ruxsatlarni tekshiring. Har bir shubhali ilova SMS, kontaktlar, kamera, mikrofon, bildirishnomalar, ekranni ko'rsatish. Maxsus imkoniyatlar kabi ruxsatlarni olganmi? Qarang. Oddiy fon rasmiy ilovasiga SMS o'qish ruxsati kerak emas. Oddiy chiroq ilovasi kontaktlar qilasiz. O'yin ilovasiga bank xabarlarini o'qish kerak emas. Agar ilova o'z vazifasiga aloqasiz ruxsat so'ragan bo'lsa, bu xavf belgisi. Uchinchi qadam, SMS va Telegram xabarlarini tekshiring. Kod tasdiqlash, kartangiz bloklandi. Yordam puli, pensiya qayta hisoblandi. Havolaga o'ting degan xabarlar bo'lsa, ularni bosmang. Agar bosgan bo'lsangiz va karta ma'lumotlarini kiritgan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Kartani vaqtincha bloklatish kerak bo'lishi mumkin. Keyin yangi karta chiqarish yoki parollarni almashtirish haqida maslahat oling. 4-qadam, bank ilovasining kirish tarixini va operatsiyalarini ko'ring. Oxirgi 2 oyda siz qilmagan o'tkazmalar bormi? Kichik summalar yechilganmi? Noma'lum xizmatlarga to'lov qilinganmi? Tekshiring. Ba'zi firibgarlar avval 5000 yoki 10,000 so'm bilan sinab ko'radi. Keyin katta summa tushganda yechishga urinadi. Pensiya tushadigan kunni bilib olgan bo'lsa, aynan o'sha kuni hujum qilishi mumkin. 5-qadam, telefon raqamingiz kimlarning ilovasiga ulanganini aniqlang. Agar kartangiz farzandingizning telefonidagi ilovaga ulangan bo'lsa, o'sha telefon ham tekshirilsin. Faqat pensionerning telefonini tozalash yetarli bo'lmasligi mumkin. Pul qaysi qurilmadan boshqarilsa, xavf ham o'sha qurilmada bo'ladi. Agar kartangizdan pensiya puli yo'qolgan bo'lsa, vahmaga tushmasdan, vaqtni bo'y bermasdan harakat qiling. Birinchi ish, bankka darhol qo'ng'iroq qiling. Kartani bloklatishni so'rang. Men qilmagan operatsiya bo'ldi deb aniq ayting. Operator sizga keyingi tartibni tushuntiradi. Agar bank filiali yaqin bo'lsa, pasport bilan boring va hisob varaqdan ko'chirma oling. Ko'chirmada pul qachon, qayerga, qancha miqdorda ketgani ko'rinadi. Ikkinchi ish, ichki ishlar organlariga ariza qiling. Arizada voqeani vaqt bo'yicha yozing. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi? Kim deb tanishtirdi? Qaysi raqamdan yozdi? Qanday ilova o'rnatdingiz? Qanday kod aytdingiz yoki qaysi havolaga kirdingiz? Qancha pul yechildi? Telefon raqamlari, Telegram akkauntlari, SMS screenshotlari, bank ko'chirmasi, karta ma'lumotlari, firibgar yuborgan havolalar bo'lsa, hammasini saqlang. Xabarlarni o'chirib yubormang, chunki ular dalil bo'lishi mumkin. 3-ish. Yerilmagan. Telefon tekshirtiring. Shubhali ilovalarni o'chirib tashlash kerak, lekin oldin dalil sifatida screenshot qilib qo'yish foydali bo'lishi mumkin. Agar telefon juda shubhali ishlayotgan bo'lsa, bank ilovalariga kirmang. Boshqa ishonchli telefondan bankka murojaat qiling. Parollarni almashtiring. Google yoki Apple hisobingiz parolini ham yangilang. Telegram va boshqa messenjerdan begona qurilmalarni chiqarib tashlang. 4-ish. Pensiya masalasini alohida tekshiring. Agar pul kartaga umuman tushmagan bo'lsa, bu firibgarlik emas, boshqa sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Pasport, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar, bank kartasi rekvizitlari. Oxirgi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni olib boring. Pul tushmadi degan holat bilan pul tushdi keyin yechildi degan holatni farqlash kerak. Birinchisi pensiya to'lovi bilan bog'liq. Ikkinchisi ko'pincha bank kartasi yoki firibgarlik bilan bog'liq. Men farzandlarga, nabiralarga va qarindoshlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning telefonini oyga kamida 1 marta tekshirib bering. Ularni qo'ymang. Buni ham bilmaysizmi demang. Firibgarlar juda professional gapiradi. Hatto tajribali odamlar ham aldanib qolishi mumkin.
keksalarga 3 ta oddiy qo'yda yozib qo'ying. Birinchisi, SMS kod hech kimga aytilmaydi. Ikkinchisi, telefon orqali aytilgan ilova o'rnatilmaydi. Uchinchisi, pensiya yoki yordam puli haqidagi havola bosilmaydi. Avval farzandiga yoki rasmiy tashkilotga so'raladi. Telefon ekraniga bank raqamlari va yaqin qarindosh telefonlarini saqlab qo'ying. Bankning rasmiy qo'l markaz raqamini yozib qo'ying. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni uzib, o'sha rasmiy raqamga o'zi qo'ng'iroq qilishni o'rgating. Firibgarlar odamni liniyada ushlab turishga harakat qiladi. Chunki odam boshqa birovdan maslahat so'ramasligi kerak. Shuning uchun hozir tekshirib beraman. Telefonni qo'ymang desa ham telefonni qo'yish kerak. Yana bir yaxshi amaliyot, pensiya kartasida katta summa uzoq turmasin. Kimdir naqd yechadi, kimdir alohida omonat yoki xavfsiz hisobga o'tkazadi. Bu har kimning sharoitiga bog'liq. Lekin karta doim internet to'lovlarga ochiq bo'lsa va telefon xavfsizligi past bo'lsa, pulni bitta joyda qoldirish xavfini oshiradi. Bankdan karta limitlari, internet to'lovlarini cheklash, SMS xabarnoma, ilova paroli, biometrik kirish kabi himoyalar haqida so'rab oling. Birinchi xato, menga kim ham qiziqadi, kartamda katta pul yo'q deb o'ylash. Firibgar uchun 500 ming so'm ham pul. U bir kunda o'nlab odamni aldasa, katta summa yig'iladi. Pensiya oluvchilar doimiy to'lov olgani uchun firibgarlar uchun maqsadli guruhga aylanishi mumkin. Ikkinchi xato, kod keldi, demak bu rasmiy deb o'ylash. SMS kod kelgani faqat kimdir sizning raqamingiz orqali amal boshlaganini bildiradi. Kodni aytsangiz, siz o'sha amalni tasdiqlagan bo'lasiz. Kod bank xodimiga ham, davlat xodimiga ham, mahalla vakiliga ham aytilmaydi. Uchinchi xato, ilovani o'chirib tashlasam, hammasi joyiga tushadi deb o'ylash. Agar karta ma'lumotlari allaqachon firibgarda bo'lsa, ilovani o'chirish yetarli bo'lmasligi mumkin. Kartani bloklatish, parolni o'zgartirish, bankka ariza berish kerak bo'ladi. Agar pasport ma'lumotlari yuborilgan bo'lsa, vaziyat yanada jiddiy. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. 4-xato, firibgar bilan tortishish. Siz kimsiz? Qayerdansiz deb uzoq gaplashish shart emas. Ular aynan suhbat davomida sizni ishontiradi. Eng to'g'ri yo'l qo'ng'iroqni uzish, rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilish, yaqinlaringizdan maslahat so'rash. Bugungi asosiy fikr shunday. Telefoningizdagi shubhali ilova yoki noto'g'ri berilgan ruxsat pensiyangizni rasmiy ravishda bekor qilmaydi. Lekin pensiya tushadigan kartangizdagi pulni firibgarlar olib qo'yishi uchun eshik ochib berishi mumkin. Shuning uchun telefon tekshirish, SMS kodni hech kimga aytmaslik, soxta havolaga kirmaslik, masofadan boshqarish ilovalarini o'rnatmaslik va bank operatsiyalarini muntazam kuzatish juda muhim. Hozir videoni yopishdan oldin telefoningizdagi ilovalarni bir ko'zdan kechiring. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz yoki yolg'iz yashaydigan tanishingiz bo'lsa, ularga ham shu narsani tushuntiring. Bitta ogohlantirish, ba'zan bir oylik pensiyani, ba'zan esa odamning yillab yig'gan pulini saqlab qoladi. Sizda ham shunga o'xshash holat bo'lganmi? Kartadan pul yechilib ketganmi yoki shubhali qo'ng'iroq bo'lganmi? Kommentariyada yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ogohlantirishni yaqinlaringizga yuboring. Bu mavzu har bir oilaga tegishli.